Assalomu alaykum hammaga. Aziz do'stlar, bugun birinchi darsimiz. Bugun shu O'zbekiston sharoitida qaysi apparatlar kerak? Mashinalarni diagnostika qilish uchun, programma qilish uchun, kalit yozish uchun, xullas polni birinchi darsligimiz noldan boshlaymiz. Agar siz elektrik yoki motorist yoki gaz ustanovka ustosi bo'lsangiz, birinchi nimadan boshlash kerak? Bu sohaga birinchi skammatik kerak bo'ladi bizlarga. Mana skammatik, mana bu skammatik 3 hozir en oxirgi chiqqani skammatik 3. Rangi ham mana shunaqa rang. Xira rang bo'ladi. Xo'sh, mana bu skammatik 2 Pro bunisi. 2 Pro bu bitta oldin chiqqani. Hozir oxirgisi mana bu skammatik 3. Skammatik 3 birinchi o'ringa kerak bo'ladi bizlarga ishni boshlash uchun. Обязательно kerak, chunki bu skammatik o'zimizni Daewoo Chevroletni polностью hamma mashinalarni diagnostika qila oladi o'zi. Adaptatsiya, diagnostika, ошибкаларni o'chirish hammasini qila oladi. Faqat Onyx bilan trackerni ko'ra olmaydi. Только через Touchline degan programma ko'ra oladi. Agar notebookka Touchline degan programma o'rnatilgan bo'lsa, ko'ra oladi. Qolgan vaziyatda hammasiga o'zi qila oladi. Bez Touchline o'zini programmasi bilan O'zbekistonning hamma mashinalarini diagnostika qila oladi. Bu birinchi kerak bo'ladigan narsamiz. Xo'sh, aziz do'stlar, o'zlaringiz bilasizlar, endi diagnostika bo'lgandan keyin endi ikkinchi mashinalarni proshifka qilish. Ko'pincha gaz qo'yiladi, yo 80 benzinga yurgani uchun proshifka qilish kerak bo'ladi. Ozgina o'sha, masalan, 80 benzinga shaqillaydi, o'shani yo'qotish uchun ozgina zajiganni pozni bo'ladi. Yoki gaz qo'yilgan bo'lsa, nabarot zajiganni ranni qilinadi. U через proshifka bo'ladi. Programma qilish kerak bo'ladi. Programma uchun bizlarga Combloader degan narsa ikkinchi o'ringa kerak bo'ladigan narsa. Mana shu ketma-ket bilan hozir ketyapmiz. Imенно mana shu men aytgan ketma-ketlik bilan qilish kerak ishni. Xo'sh, ikkinchi o'chirat bizlarga Combloader kerak bo'ladi. Combloaderni ham hozir ko'rsataman. Mana aziz do'stlar, mana bu Combloader ikkinchi oladigan narsamiz mana bunaqa narsa bo'ladi mana. Combloader bu proshifka qiladi. Mashinalarning miyasini, programmasini almashtiradigan narsa bu. Mana bunaqa kichkina ключ, USB ключi bo'ladi komplektida. Keyin bitta OBD2 bo'ladi. Bu eski mashinalar uchun. O'sha 1.6, 1.8 Lacetti Matizlarga mana shular kerak bo'ladi. Mana bu ikkinchi oladigan narsamiz. Ketma-ketligi shunaqa bo'lishi kerak. Birinchi skammatikni olamiz, keyin buni olamiz. Mana shu skammatik bilan buni olsangiz, uje ishni boshlab bemalol 100% ishlasa bo'ladi. Ishni boshlab olib, bularsiz ishni boshlab bo'lmaydi. Endi dalishga ketamiz. Uchinchi o'chirat bizlarga keyin inomarkalarni diagnostika qilish uchun bronxil skaner kerak bo'ladi. Masalan, Xitoy mashinalari hozir ko'payib ketgan. Shularni agar masalan ustaxonangizga mashinalar kelsa, diagnostika qilib berish uchun yoki qanaqadir adaptatsiya, nastroyka ishlarini qilish uchun sizga обязательно уже bronxil skaner kerak bo'ladi. Bu skammatikimiz inomarkalarni qila olmaydi. Shuning uchun bizlarga O'zbekistonda hozir eng populyarni bo'lganlari mana bu Launch Pad 7 deyiladi. Mana shuni olsangiz ham bo'ladi. Buni ikki xili bor. Mana Pad 7si qimmatroq, 2300-2200 turadi atrofida narxi. Yana bir xili bor, 1000, shuni o'zini 1200 lik varianti ham bor. Plansheti boshqacha faqat. O'shani olib ishlatsa ham bo'ladi. Lekin bu yaxshiroq. Eng kuchlisi mana shu Pad 7. Launch Pad 7 deyiladi. Xo'sh, dalishi ikkinchi. Endi hammasi vazifasi bir xil. Masalan, Sinkar olsangiz ham bo'ladi mana. Mana bu Sinkar bu. Master X2 degani ham bor.
Bular ham shu atrofida 2500-2600 atrofida turadi narxi. Bu ham vazifasi xuddi o'sha launch pad 7 nima ish qilsa, bu ham xuddi o'sha ishlarni qiladi. Keyin Autel degani ham bor. Mana bu Autel. Autel 919 eng kuchlisi, skanerlarning eng kuchlisi mana shu. Lekin bularning hammasini yillik to'lovi bor. Masalan, mana bu Autelniki taxminan 900 $1000 bo'lishi mumkin yillik to'lovi. Sinkarnikini aniq narxini bilmayman, lekin bu Auteldan ancha arzon. Launch ham xuddi shunaqa. Arzon. Auteldan ko'ra yillik to'lovi arzonroq. Lekin uchalasiga ham yillik to'lovi bor. Shuni eslab qolinglar. Skammaticga hech qanaqa yillik to'lov ishlama yo'q. Bir marta sotib olasizlar, bo'ldi, ishlab ketaveradi. Top o'sha buzilganicha. Yillik to'lovi bor. Mayda pul emas u ham. Mana misol Autelniki 900-800 dan boshlab to $1000 gacha bo'lishi mumkin. Mana bu sinkarlarniki launch bilan arzonroq. Balkim 600-700 bo'lishi mumkin. Aniq bilmayman, lekin to'lov aniq bor. Endi buni sotib olganingizdan keyin boshiga birdan 2 yillik beriladi o'zi sizga. Boshiga 2 yil o'ylamaysiz to'lovni. 2 yil tugagandan keyin boshlanadi to'lovi. Обновление deyiladi. Yangi mashinalarni qo'yish uchun obnovit qilish kerak bo'ladi. O'shanga to'lov qilish kerak bo'ladi. Yiliga bir marta. Shuni ham hisobini olinglar. Yana nima kerak bo'lishi mumkin shu ishga? Gaz kabel kerak bo'ladi bizlarga. Mana bunaqa gaz kabel 4-pokoleniya gazlarni regirovka qilish uchun gaz kabel обязательно kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda Alex degani bor. Mana shular populyarni bo'lgan, aniq, nadejno ishlaydi mana shular. Boshqa turlari ham bor, farqi yo'q, любойni olsangiz ham. Mana shular kerak bo'ladi gazni regirovka qilish uchun. Ketma-ketlik bilan aytayapman men. Ana endi hozircha ishni boshlab olish uchun birinchi skammatikni olasiz, undan keyin boyagi kombloderni olasiz, bo'ldi, ishni boshlab pul ishlashni boshlasa bo'ladi o'zi. Qachon pul bo'lgandan keyin o'zi o'zingiz tanlaysiz mana bulardan. Bularning arzon variantlari ham bor. Bunaqa через nima ishlaydi, через telefon ishlaydi. Xohlasangiz unaqa variantlarni ham olsa bo'ladi, lekin bularda funksiyasi ko'p emas. Bularga funksiya ko'p. Shuning uchun qimmat turadi. Birinchi skammatik demak, ikkinchi kombloder, uchinchi bronxel launch olish kerak bo'ladi. Hozir olmasangiz ham ertaga baribir olish kerak bo'ladi. Chunki siz masalan Xitoy mashinalari ham kelishi mumkin-da diagnostika uchun. Shuning uchun обязательно bular ham kelajakda bo'lishi shart. Endi 5-o'ringa bizlarga nima kerak bo'ladi? Kombloder bilan biz prashivka qilsak, mashinalarni prashivka qilsak, bir xil payt uxlab qoladi. Uxlab qolgandan keyin uni ichini ochib восстановление qilish kerak. Uning uchun kabellar kerak. Hozir kabellarni ham ko'rsataman. Undan tashqari bizlar agar mashinalarni prashivka qilamiz desak, mana bunaqa prashivkalar kerak bo'ladi bizlarga. Hozir. Tak, mana misol Cobaltning prashivkasi avtomat, zavodskoy prashivka bu, o'zgartirilmagan. Mana bunaqa prashivkalar kerak bo'ladi, tuning bo'lgan. Qarang, Cobalt avtomat 92 benzin plus gazga ham yuradi bu. Bez relay varianti bu. Mana bunaqa prashivkalarni birov kishidan olish kerak. Sinovdan o'tgan ustalardan olsangiz bo'ladi. Yoki chip tuning degan narsa bor. Hozir o'sha chip tuningni ham ko'rsataman. Mana bu esa chip tuning. Bu nima ish qiladi? Boyagi ko'rsatgan prashivkamni ichini ochib redaktorit qiladi, ya'ni o'zgartirish kirgizadi. O'zgartirsa bo'ladi o'sha prashivkani. Ichini ochib o'zgartirsa bo'ladi mana shu orqali. Bu o'zi ключ bu aslida. Buni qo'ygandan keyin notebookka programmasi bor, maxsus programmasi bor. Shu programma orqali prashivkani ichini ochib ko'rsatadigan narsa bu. Ichini ochib ham ko'rsatadi. Nimalar o'zgargan zavod holidan. Yana xohlasangiz o'zgartirasiz. Masalan, temperaturani tushirsa bo'ladi, ashibkalarni o'chirsa bo'ladi, zajiganni ranni pozni qilsa bo'ladi. Aynan mana shu apparat bo'ladi. O'zimizning Daewoo Chevroletlarning hammasiga modullari bor ichida. Modul ochsa bo'ladi. Mana shular kerak bo'ladi.
O'zbekiston sharoitida hamma mana shu apparat aytgan apparatlarim hamma ustalar mana shundan ishlatadi. Hozir endi kombloder bilan aziz do'stlar, boya aytganimdek kombloder bilan prashka qilgandan keyin ba'zi paytlar uxlab qoladi. Kompyuter blokirovkaga tushadi. U ham qachon, masalan, zaryadi o'chib qolsa, misol notebookni yoki masalan qanaqadir simi uzilib ketsa, o'sha zapis paytiga uxlab qoladi. Shuning uchun uni qayta восстановить qilish uchun ichini ochish kerak bir xillarini. Masalan, Cobaltmi yoki Captiva'mi, ularni ham hali o'tamiz. Lekin hozircha bilib qo'yinglar, shunaqa bo'lishi mumkin. Prosta prashkani olib knopkani bosib prashka urish unaqa ba'zi paytlar uxlab qolishi mumkin. Uxlab qolgandan keyin blokirovkaga EBU, ya'ni kompyuter blokirovkaga tushib qolgandan keyin uni уже maxsus o'zini nimalari bor, kabellari bor, shu orqali восстановить qilish kerak bo'ladi. Hozir o'sha kabellarni ham ko'rsataman. Mana o'sha kabel aziz do'stlar, mana bu 1.6niki mana. Maxsus kabel 1.6lar, Matizlar, keyin Spark birlik motorlar agar uxlab qolsa, shu kabel orqali, shu shtekер orqali восстановить qilsa bo'ladi. Shunda shtekerni kompyuterga tiqamiz, bu tomonni plus minus beramiz. Bu tomoni kombloderga ketadi. Mana Siriusniki. Mana bu kabel. Bu 1.6 uchun. Xo'sh, mana bunisi Lasetti uchun maxsus tayyorlangan. Bular hammasi yasama. Buni zavodskoy bo'lmaydi. Hammasi yasama. Bu Lasetti uchun. Mana bunaqa yasash kerak yoki tayyorini sotib olish kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingisi bu gibrid uchun. Nexia 2 gibrid uchun. Mana maxsus tayyorlangan bu ham. Bu oson, bu bilan ishingiz tez bitadi. Mana shunaqa kabellar kerak bo'ladi keyin sizga. Hamma mashinga bor bunaqa kabel. Mana Cobaltga ham bor. Cobaltga ham, Malibuga ham yasasa bo'ladi. Malibu 2 ga ham, Captiva hammasiga mana shunaqa bitta yasab qo'ysangiz, ertaga ishingiz tez bitadi. Sinovdan o'tgan. Xo'sh, mana shular kerak bo'ladi. Endi ishni boshlayman deganlar uchun, bilish uchun mana shularni hammasini ko'rsatyapman. Nimalar kerak bo'lib qolishi mumkin. Bularning narxini ham birdan aytib o'tay. Taxminan shu 1.800.000 mana shu atrofida har bitta donasi bularni, kabelni. Taxminan mana shunday rashod olish kerak-da. Endi aziz do'stlar, boyagi chip tuning nima uchun kerak bo'ladi bizlarga? Chip tuning mana buni ichini ochib ko'rish uchun. Mana qarang, hozir biz faqat ustidagi yozuviga qarab ishonib biz taylaymiz, lekin ichini bilmaymiz bizlarni. Qanaqa zajgani nechi turibdi, qanaqa ashibkalar o'chirilgan bunga, qaysi nomer ashibkalar, temperaturasi qanaqa turibdi, buni bila olmaymiz bizlar. Faqat ustidagi yozuviga ishonishimiz kerak. Ichini umuman ko'rib bo'lmaydi. Shuning uchun agar chip tuning bo'lsa bizga buni ichini ocha olamiz. Hozir mana qarang, misol ichini ochaman desam mana. Qarang, ashibka beryapti. Ключ chip tuning yo'q deyapti. Agar ключni qo'ysak, buni ichi ochiladi, o'zgartira olamiz keyin. Mana shu aziz do'stlar, hammaga rahmat e'tibor uchun.